Akangga nima bo'ldi? Zapravka yopilgandan beri tomi ketib qoldi. Nima bo'lganini ham qancha deb qo'ydim. Qancha? Ponli aka, ponli. 2 kundan beri kutib o'tiribman aka. 80 talik balon. Bo'ldimi? Aytdim-ku aytmadim. Aka! Ha, narximi? Ha, 20 ming. mayli bering. Qancha? Ponli aka, ponli. 2 kundan beri kutib o'tiribman. 80 talik balon. Bo'ldimi? Aka nima qilyapti? Metanga ochirtga turibdi. O'zing yaxshimisan? Yaxshi, yaxshi. O'zinglar yaxshimi? Akang qani? Odam olganga o'xshaydi. Bor topib kelay. Menga qara, o'zi nimaga zapravkalar yopiq? Qish keldi, qishda hamma zapravkalarni yopib tashlaydi. Bahorda hamma zapravka ochiladi. Tezroq issiq bo'lsa edi. Aka, ustingizga kiyib oling, shovunlab qolasiz. Yo'q, men bahor kelganini isbotlayman. Keyin hamma zapravkalar ochilib ketadi. Akam to'bi ketib qolyapti. Zapravka ochinglar, iltimos. Aka. Qasak chaling sho'pirlar, zapravkachilar o'ynasin.